Sevimli do'konimdan yangi yilga skidkada nimalar sotganimni hozir ko'rsataman sizlarga. Hammasini ketma-ketlikda bitta-bitta tushuntirib o'tib ketaman. Yuzimni dog' holatini ko'rib olinglar. Endi boshladik. Umvolkani qo'limga yaxshilab siqib olaman deb. Keyin ustidan ho'llab ko'pirtirishni boshlayman. Qizlar ahamiyat bermanglar, men o'zi shunaqa juda ham ko'p solib ishlataman. Keyin yaxshilab yuzimizni mana shunaqa ishqalab, ko'pirtirib yuvib olamiz. Yuzimni yaxshilab suvda chayib bo'lganimdan keyin yuzimga gammash ishlatamiz. Gammash bu bizda vitamin E. Buni ham surib yuzinglarni yaxshilab ishqalab yuvib olasizlar. Bu sizlarning yuzinglarni tortilishiga, ugridan qolgan dog'larga zo'r yordam beradi. Gammashni yuzinglarga surganinglardan keyin yaxshilab ishqalab chiqishinglar kerak. Hamma joyini menga o'xshab mayda detallariga top-toza qilib yuvib olganimdan keyin endi enzimli pudra. Nimaga enzimli pudra? Chunki biz yuzimizni chuqur tozalab olishimiz kerak.